Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Sabit Damollamning qisqacha tarixi. Sabit Damollam Abdubaqi Kamali milodiy 1883-yili Atishning Azoq kentida dunyoga kelgan. Boshlang'ich diniy tarbiyani Azoqda Cho'ng Alam Axunum degan kishidan olgan. Keyin Qashqar xonlik madrasasida o'qigan. 1910-yili Abduqodir Damollam ham Mahmud Axun Damollamlarning da'vat qilishi bilan Buxoroga berib yuqori ma'lumot olgan. 1914-yili o'qishni tamomlab, Damolla bo'lib yurtiga qaytish safarida Iliga kelib Suydonda İsmail Hoji degan kishining qizi Robiya bilan to'ylashib uylik bo'lgan. Bir necha yil o'tgandan keyin rasta voqeasi sababi bilan ayoli Robiya bilan ajrashib, o'g'li Abdullani ayoliga qoldirib, Qashqarga qaytib kelgan. Qashqar xonlik madrasasida ustozi Abduqodir Damollam ham maslakdoshi Shamsiddin Damollam bilan birga mudarrislik qilgan. Shamsiddin Turdi Damollam 1874-yildan 1934-yilgacha Sabit Damollam bilan dematli kishi bo'lib, Atishning To'rko'l kentida dunyoga kelgan. Qashqar va Buxorodagi yuqori darajalik bilim yurtlarida ham olimlarda o'qib, Hindiston, Arabistondagi atoqli olimlar bilan ilmiy suhbatlarda bo'lgan. Ularning cho'ng hurmatiga erishgan. Shamsiddin Damollam sistemlik bilim olgan kishi bo'lish salohiyati bilan diniy va fanniy ilm sohasida cho'nqur izlangan. Bo'libmi til adabiyot, mantiq, logika, astronomiya, she'riyat, tarix, jo'g'rafiya, matematika qatorliq ilmlarda kamolatga yetgan. Ulmuha to'z mutchayn, muhimmatiz zavjayn, ayollarga doir muhim axloq fazilatlar qatorliq kitoblarni yozgan. 1910 va 1920-yillari Shamsiddin Damollamni panoh tortib, uningga shogird bo'lish uchun Qashqarga kelgan. Masalan, Xotandan Muhammad Emin Bug'ra, G'o'jidan Tiyibzod Tahiri ayni vaqtda Qashqar xonlik madrasasiga kelib, Shamsiddin Damollamdan diniy va fanniy ilmlarni o'rgangan. Tajalli bilan alohida yaqin munosabatda bo'lgan, ham mushoira yezishib turgan. Demak, G'o'jidan qaytib kelgan Sabit Damollam Qashqarda ustozi Abduqodir Damollam va maslakdoshi Shamsiddin Damollam bilan hamkorlashib, Qashqar tavasida mutaassiblikka, xurofotlikqa, qo'lchilikqa, nadonlikqa, jahongirlikka qarshi haqqoniy harakatlarni tashkillagan. 1924-yili Abduqodir Damollam suiqasdga uchragandan keyin suiqasdchilarning nishoni Sabit Damollamga markazlashgan. Buni sezgan Sabit Damollam 1925-yili hajga berish bahonasi bilan Iliga yenib chiqqan. Ham Ilidagi ma'rifatparvar, o'qimishli kishilarning yordami bilan 1927-yili Shirin Kalom degan kitobini tunji qitim Kurada Tash matbaada bostirgan. Bu kitobda nuqtli holda Muhammad payg'ambarning tarjimali va axloq fazilatlari so'zlangan. Bu kitob keyin Hindistonda besilib tarqatilgan. Sabit Damollam diniy ilmlarda ham turkcha, arabcha, farscha adabiyotning butkul turlarida ilm tahsil qilgan bo'lg'achqa, mazkur tillarda ba'zida nasriy, ba'zida nazmiy bilan so'zlash, yozish kamolatiga yetgan. U 1920-yildan boshlab G'o'ja shahrida Dang masjidida Qur'on Karimni og'zaki tarjima qilib, bu ishni 3 yil davomlashtirgan. Yana bir tarafdan islom qonuni Alfiyaning sharhisi bu Ibn Malik degan olimning Alfiyasiga qilgan sharhi va hashidir. Aqoida Javhariya, Bayon al-Sunnat degan kitoblarni yozgan. 1930-yili G'o'jada Ko'chakdagi Murad apandidan ta'lim olish bahonasi bilan vaziyatni kuzatgili chiqqan Xotan qaraqashliq Muhammad Emin Bug'ra bilan fikrlashgan. U shu yili kuzda Qashqar va Atishdan chiqqan Shamsiddin Damolla, Yaqub Hoji qatorliq yuzdak kishi bilan birlikda 10 yoshli o'g'li Abdullahni ilib hajga mang'an. 1931-yil bahorda u haj tavobini ado qilib bo'lgandan keyin ilmiy ziyoratda bo'lish uchun o'g'li bilan birga ko'pchilik bilan xo'shlashgan. Ba'zi kishilarning deyishicha, Sabit Damollam haj tavob qilish jarayonida Tatarlardan chiqqan mashhur diniy olim Musa Jarullayev bilan ko'rishgan.
Sabit Damullam, Musa Jarıllayev, Şemsiddin Damullam üçeylen Sabit Damulning İslam Qanuni nomli kitobi asosida Saudiya Arabistonining podshohiga davlat qonuniga tuzitish kirgizish to'g'risida taklif bergan. Sabit Damullam Saudiya Arabistoni, Turkiya qatorliq joylarda tekshirish, o'rganish bilan bo'lgan ilmiy suhbatlarni ilib borgan. Turkiyada ilmiy ziyoratda bo'layotgan chig'ida Misrda dunyo islom olimlari suhbat yig'ini ochilganligidan xabar tepib, yig'inga ulgurib Qohiraga borgan. Sabit Damullam Saudiya Arabistonda, Misrda va Turkiyada ilmiy ziyoratda bo'lib, vatanga qaytish uchun yo'lga chiqib, 1932-yili Hindistonga kelib, Dehlida bir mezgil turib qolgan. Ham Aqoida Javhariyat, Bayon al-Sunnat, Alfiyaning sharhisi, Shirin Kalam nomli kitoblarini bostirdi. Sabit Damullam 1932-yili 12-oyda Qog'iliqqa yetib kelgan. Ondan Udul Xotanga borgan. 1932-yili 1-oyning ma'lum bir kuni Qarqash O'ybaq madrasasida Muhammad Emin Bug'ra 1931-yili 6-oyda qurgan Yoshurun tashkilotning a'zolaridan 130 kishi yig'in echib, Sabit Damullam bilan Qarqashliq Mehmet Niyaz Alam Axunumni a'zolikqa qabul qilgan hamda qo'zg'olon ko'tarish kunini belgilash, qo'zg'olonchilar rahbarlarini saylash ishini muzokaralashib bekitgan. Sabit Damullam o'zining chet ellardagi egilgan ahvollarini tunishtirib, mundaq xulosa chiqargan. Birinchi, bugungi dunyo sharoitida qo'shni va boshqa chet davlatlardan inqilobimizga yordam kutmak mumkin emas. Men bu haqda ko'plagan munosabatli kishilar bilan fikrlashdim. Ikkinchi, inqilobning qo'zg'alish nuqtasi Xotanda bo'lishi lozim. Shuning uchun men Udul Xotanga keldim. Sabit Damullam Ramazon munosabati bilan Xotanning har qaysi joylarida Qur'on va hadislardan vaz etib, bo'libmi jihad to'g'risida ta'limotlarni keng tashviq qilib, qo'zg'olon uchun xalq ichida umumiy bir fikr iqimi barpo qilib, moddiy va ma'naviy kuchlarning to'planishiga kuch chiqardi. 1933-yili 2-oyning 24-kuni Qarqashda qo'zg'olon portlagan. 1933-yili 4-oygacha Xotan tavasi qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tgan. Shuning bilan 4-oyning 5-kuni Hukumati Islomiyat Xotan degan vaqtliq hukumat qurilgan. Sabit Damullam qo'zg'olon jarayonida yakan qo'zg'olonchilar bilan Xotan qo'zg'olonchilari o'rtasidagi ziddiyatni muvaffaqiyatli yarashtirgan. 1933-yili 7-oyning 17-kuni Sabit Damullam bilan Muhammad Emin Bug'raning inisi Emir Abdullah Shah Mansur 2000 kishilik qo'shinni boshlab Yakandan Qashqarga qarab yo'lga chiqqan. Sabit Damullamlar Yakandagi chog'da Qashqardan Temir Shijoning Abdug'ofur Shabtul Damullam boshchiligidagi 4 vakili Yakanga yetib kelgan. Ular qo'zg'olonchilarning Qashqarga berishning hojati yo'qligi to'g'risida Sabit Damullamlar bilan kengash o'tkazgan. Sabit Damullam boshchiligidagi qo'zg'olonchilar buningga qat'iy qo'shilmagan. Abdug'ofur Shabtul Damullam Feyzvat Shabtulloh kishi bo'lib, diniy ma'lumoti yuqori bo'lg'achqa Qashqar tavasida ta'siri zo'r bo'lgan. Lekin bu kishi sepi o'zidan munofiq bo'lib, Abduqodir Damullamga qasd qilish suiqasdiga qatnashgan. Osman Pasha bilan Temir Shijoni ziddiyatga silib, mojasan uchun ketman chapqan. U 1934-yildan keyin, ya'ni Shingse hukumati davrida e'tiborlanib ishlatilgan ham Qashqarda qurilgan Uyg'ur uyushmasining raisi bo'lgan. 1935-yil yozda Urumchiga kelib, o'lka bo'yicha ochilgan 2-chi qatimliq avam konferensiyasiga qatnashgan. Qaytib borgandan keyin Shingsega bo'lgan alohida ixlosi haqida so'zlab yurgan, ham uning 6 buyuk siyosatini tashviq qilgan. 1936-yil 5-oyda Shingse Qashqarning valisi, Sovet ittifoqi Bolsheviklar partiyasining a'zosi Wang Baochengga telegram yozib, Sovet ittifoqida ekskursiya va ziyoratda bo'lish uchun savdo sanoatchilar tekshirish o'miki tashkil qilganligini, shunga Qashqar Uyg'ur uyushmasining mudiri Abdug'ofur Shabtul Damullamni Urumchiga avatib berishi lozimligini uqtirgan. Shingsening Abdug'ofur Shabtul Damullamdan foydalanmoqchi bo'layotganligini bilgan Mahmud Shijon uning Urumchiga berishiga yo'l qo'ymagan. U 5-oyning 12-kuni kechida odam avatib Abdug'ofur Shabtul Damullani Qashqar koni shahrining O'tan bozorida
yoshurun o'ltirgizib Şengsey Mahmud Shijoning bu ishiga g'azablanib, Mahmud Shijondan o'chilish uchun Mahmud Shijoning yaqin odamlaridan Abdurahmon hoji bilan Ahmad Qul hojini soqchi idorasi orqali qo'lga olib, Urumchiga ilib ketgan. Ana shu Abdug'upur Shabtul Damollam Sabit Damollamlar bilan yakanda qilgan kengashdan keyin ba'zi kishilarga ularning Cumhuriyet quramiz degan nimasi majansanglarga kuch yetamdikan deganga o'xshash so'zlarni qilib Sabit Damollamning kaynidan g'aybat qilgan. Tömür Shijoning vakillarini tutishga mas'ul bo'lgan bir kishi bu so'zni anglab qilib Emir Abdullahga aytib qo'ygan. Qashqardan kelgan vakillar ahatsi qaytmoqchi bo'lganda Emir Abdullah, Shah Mansur, Abdug'upur Shabtul Damollamni ilib qilib nazarband qilib qo'ygan. Vakillar Qashqarga qaytib kelib yakandagi kengashda bo'lgan so'zlarni va Emir Abdullahning Abdug'upur Shabtul Damollamni nazarband qilib qo'yganligini Tömür Shijonga yetkazgan. Tömür Shijon buningga xafa bo'lib Abdug'upur Shabtul Damollamni ilib kelish uchun Qashqar o'lmalaridan yana vakillarni tashkillab yakanga avatgan. Emir Abdullah vakillarga Abdug'upur Shabtulni hozir qo'shib beramiz, ammo bundan keyin u fitna fasod tarqatmasin deb chekilgan. Sabit Damollam bilan Emir Abdullah yetakchiligidagi 2000 kishilik qo'shin Yengsarga yetib kelganda Tömür Shijon Qashqardan Yengsarga kelib, Sabit Damollamlarning Qashqarga bormasligini o'tinadi. Lekin Sabit Damollam bilan Emir Abdullah o'z fikrida ching turib, Qashqarga qarab yo'lga chiqib, 7-oyning 20-kuni Qashqarga yetib keladi. Qashqardagi Hamidxon Luyjang, Hamdambek Hojim Luyjang, Setvaldijon O'zbek Qashqarga qochib kelgan bosmachilarning boshlig'i. Kichik Axun Tuanjang qatorliqlar 600 dak askar bilan Osman Pasha Luyjang, Uzar Tuanjanglar boshlig'idagi qirg'izlar 400 qo'shin bilan Sabit Damolni kutib olg'ili chiqadi. 10 minglagan shahar fuqarolari yo'lning ikki qasnaqida turib, uni qarshi olishidi. Sabit Damollam Emir Abdullah boshlig'idagi xotin qo'shinlari Qashqarga kelgandan keyin Osman Pasha ularni qizg'in qarshi olgan bo'lsa-mu, lekin Tömür Shijon o'zining ta'sirining ojizlab ketayotganligiga chidamay 1933-yil 7-oyning 26-kuni Hamidxon Luyjang, Hamdambek Hoji, Setvaldijon kichik axunlarga buyruq berib, Sabit Damollam va Shah Mansur turgan o'rinlarni qo'rshilib, ularning askarlarini butunlay qurolsizlantirgan hamda Sabit Damollam bilan Shah Mansurni Yavadagi bir ho'yliga nazarband qilib qo'ygan. Bu voqeadan keyin Tömür Shijonga majansondan tortib hammasi qattiq bo'ysunib, uningga silinliq tamg'asini topshirgan. Tömür Shijon bu tamg'ani bir kun shahar aylantirib dag'dug'a qilgan. Buningga g'azablangan Osman Pasha 8-oyning 2-kuni askarlarni boshlab o'z yurti Qizil O'yga chiqib ketgan. 8-oyning 3-kuni majansong Tömür Shijonni o'ltirib o'tgan. Shuning bilan Qashqar majansongning qo'liga o'tgan. Sabit Damollam bu chaqda yurti otishga chiqib ketgan. Tömür Shijon o'ltirilgandan keyin Osman Pasha qaytadan Qashqarga kelib, Qashqarni ilkiga olgan hamda Tömür Shijonga tava qo'shinlarni o'ziga qo'shib olgan. Osman Qashqarni qo'lga olgandan keyin Sabit Damollam otishdan Qashqarga kelib, Osman bilan ko'rishgan. 8-oyning 15-kuni Qashqar shahrida Xotan hukumatining Qashqar ish boshqarish idorasini qurgan. 9-oyning 10-kuni bu idorani amaldan qoldirib, uning o'rniga Sharqiy Turkiston mustaqillik jamiyatini qurgan. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilganligi to'g'risida ayni maydonda bor bo'lgan Sayfiddin Azizi keyin Ömür Dastani nomli aslamasining birinchi qismida mundaq yozgan. Shunday qilib, Hijriya 1352-yil 7-oyning 4-kuni, milodiy 1933-yil 11-oyning 12-kuni Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilib, Ko'nchi mahallasining oldidagi maydonda bayroq chiqardi. Bu bayroq ay yulduzliq ko'k bayroq edi. Bayroq chiqarib, Cumhuriyet qurilganligini jakarlash cho'ng yig'inida hukumat ismidagi asosiy qonun va davlat she'ri e'lon qilindi. Qashqar tarixi materiallarining birinchi qismida Wang Xiang mundaq yozgan. 11-oyning 12-kuni, Hijriya 1352-yil 7-oyning 24-kuni kechida Sharqiy Turkiston mustaqilligi jamiyati Qashqar Ko'n shahrida yig'in chaqirib,
Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rasmiy qurilganligini jakarladi. Tashkiliy programma qatorliq hujjatlarni ma'qulladi. 11 ayning 13 kuni tushdan burun Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hokimiyati Qashqar Koni shahrining Tuman daryosi bo'yida, ya'ni Yavoq ko'rikining yonida 20 ming kishilik yig'in ochib, bayroq chiqarish murosimi o'tkazib, Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatining a'zolarining ismligini e'lon qildi. Sabit Damullam o'zi davlat ishlari bosh vakili bo'ldi. Aqsuda turayotgan Xo'janiyaz hojiga davlat raisi o'rnini qo'yib qo'ydi. Sabit Damullam o'zi so'z qildi. So'zdan keyin shaharda namoyish qilindi. 11 ayning 15 kuni Sabit Damullam Shvetsiya Katolik diniy jamiyatining Qashqarda turishliq vakolatxonasining Qutlug' hoji bosh muharrirligidagi basmaxonasida Sharqiy Turkiston haftalik gazetini ba'zilar Yangi hayot gazeti deydi chiqardi. Yarim aydan keyin Mustaqillik oylik jurnali chiqarildi. Uningda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti rahbarlarining ismligi va muhim hujjatlar besildi. Keng ko'lamda jamoat fikri tayyorlandi. Yozuvchi Abdurahim O'tkir Uyg'ongan zamin nomli romanining 2-qismida mundaq yozgan. Uningda Cumhuriyet raisi Xo'janiyaz hojim deyilgandan keyin Sabit Damullam Atush bosh vakillikka, Janbek Qozi Qirg'iz muavin bosh vakillikka, Zirib Qari hoji O'zbek Adliya ministrligiga, Qosimjon hoji Xotan Xorijiy ishlar ministrligiga, Abdukarimxon Maqsum Qashqar Ma'rif ministrligiga, Abdullohxon O'zbek Sahya ministrligiga, Mahmud Mo'yti Turpan harbiy qo'mondonlikqa, Urazbek Qirg'iz davlat mudofaa ministrligiga, Yusufjon Qurbishi O'zbek bosh shtab boshliqligiga, Obul Hasan hoji Atush Savdo dehqonchilik ministrligiga, Shamsiddin Damullam Atush Avqof vaqfa ishlari ministrligiga, Muhammadin hoji Qashqar hukumatning bosh kotibligiga ko'rsatilgan ekan. 1933 yil Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti Stalin hukumati bilan Shingsay hukumatini qattiq sarosimaga solgan. Shuning bilan ular Xo'janiyaz hojiga va'da berib, uni indakka keltirish orqali bu yangi qurilgan jumhuriyatni yo'qotishni planlagan. 1934 yil 3-oyda Ulug'chatqa tava Erkashtamda Stalin hukumatining vakillari Xo'janiyaz hojini Shinjang o'lkasiga muavin rais qilganligi to'g'risida va'da berib, buning uchun Xo'janiyazning Ulug'chatdagi Isoqbek Tuanjang bilan birlashib va Shingsay qismlari bilan moslashib Janubiy Shinjongni tinchlantirishni shart qilgan. Xo'janiyaz hoji Stalin hukumatining talabiga ko'ngan hamda Sabit Damullam qatorliq kishilarni qo'lga olib, Shingsayga topshirib berishga va'da qilgan. 1934 yil 4-oyda Xo'janiyaz hoji Yakanda Zirib Qari hoji, Shamsiddin Damulla, Ablaxon Sultonbek qatorliq 4 kishini nazarband qilgan. 4-oyning 13-kuni Mahmud Shijang qo'l ostidagi G'opur Tuanjangni qag'iliqqa avatib Sabit Damullamni qo'lga olgan. Xo'janiyaz hoji Sabit Damullam bilan Zirib Qari hojini Aqsuga yo'lab ilib kelib, Shingsayning Aqsudagi qismlariga topshirib bergan. Sabit Damullamni Shingsayga tutib berish badaliga Xo'janiyaz hoji Shinjang o'lkasining muavin raisi bo'lgan. Lekin u Mahmud Shijang qo'mondonligidagi milliy qismni Qashqarda qoldirishni shart qilgan. Shuning bilan Mahmud Shijang Qashqarda Shingsay hukumatiga tava bo'lgan 6-diviziyaning keyincha 7-diviziyaga o'zgartirilgan. Shijangi bo'lib, Janubiy Shinjongga ta'sir ko'rsata oladigan o'ringa ega bo'lgan. Sabit Damullam 1934-yili Shingsayning Urumchidagi turmasiga qamalgan. Xo'janiyaz hojimi 1937-yili 10-oyning 12-kuni Yapon jahongirligining quyruqi degan tuhmat bilan Shingsay tarafidan qo'lga olinib zindonga tashlangan. Xo'janiyaz hoji 1938-yili Stalin hukumati tarafidan tarbiyalanib, Urumchiga Shingsayga yordamga avatilgan Hashim hoji degan kishi tarafidan sirtmoqda bo'g'ib o'ldirilgan. Xo'janiyaz hoji o'ldirilgandan keyin kishilar Sabit Damullamni o'ldirilib bo'ldi deb qarashgan. Lekin Sabit Damullam 1940-yilga kelguncha hayot saqlangan. 1940-yili Urumchi 2-turmining boshlig'i Lubindi ismli Xuyzu Sabit Damullam bilan tanishib qolgan. Lubindi Sabit Damullamning talabiga binoan uningga
Qur'on Karim bilan qog'oz qalam akirib bergan ham Sabit Damollamning yashash muhitini yaxshilab bergan. Shu kundan boshlab Sabit Damollam Qur'on Karimni Uyg'ur tiliga tarjima tafsir qilishga kirishgan. 10 oyga yetmagan vaqtda u tarjima tafsirini to'liq tamomlagan. Sabit Damolla Qur'on Karimning tarjima tafsirini tamomlab uzun o'tmay, ya'ni 1941 yili 58 yoshida u olamga safar qilgan. Askartish. Tiyibzat Tahiri. Tiyibzat Xalpat 1901 yildan 1974 yilgacha degan nom bilan shuhrat qozongan kishi bo'lib, G'ulja Chuluqayliq. U o'z davrining o'qituvchisi, shoiri, tarixchisi, tebibi ham mahir xattoti edi. U 1921 yili bilim bilish tashnaligini qondirish uchun Qashqar xonlik madrasaga kelib, Shamsiddin Damollamda maxsus ta'lim olgan. Tiyibzat Tahiri Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi har jihatdan yetishgan yuksak fazilatlik mashhur kishilarimizning biri. Obulasan Hoji Hüseyin Bay bilan Bahovuddin Bayning inisi Soqbek Tuani 1928 yillari Sovet hukumati Iroqni ko'zlab, Ulug'chat atrofidagi qirg'iz yoshlaridan Soqbek, Mati Shapda qatorliq kishilarni Qirg'izistonga ilib ketib, harbiy ishlarni o'rgatgan. 1930 yillarning beshida Ulug'chat noyisining Kona Ulug'chat rayonida Sovet hukumatining qo'llashi bilan O'rta Osiyodan qochib kelgan Qirg'iz, O'zbek bosmachilarini tozalash maqsadida Isoqbek boshchiligida bir tuvan qurilgan. Bu yerda Isoqbekning shu tuvani ko'zda tutilgan. Zirib Qaraji 1871 yildan 1958 yilgacha Toshkentda tug'ilgan O'zbek. Qashqarda o'ltiraqlashib qolgan yuqur qatlam diniy zot. 1934 yili 4-oyda qo'lga ilinib, 1941 yili 3-oyda Şengsay turmasidan chiqib iliga kelgan. 3 viloyat inqilobi portlagandan keyin mahkama shariyining boshlig'i bo'lgan. 1949 yildan keyin Şinjan o'lkalik xalq hukumati maslahatchilar ishxonasining maslahatchisi, Şinjan islom jamiyatining muavin boshlig'i bo'lgan. 1958 yili G'uljida kasal sababi bilan vafot bo'lgan. Bu tarjimhal Şinjan Universiteti nashriyati 1997 yil nashr qilgan Mamtili Apandi degan kitobdan ilindi.